Bir talabam keldida aytdiki, "Mirzo aka men ishlayapman. Taxta bozorda ish qilyapsiz, siz taxta sotaman" dedi. Aka dedi, "Biz so'mda sotmaymiz. Hammasi dollar" dedi. Men hozir bordim, masalan 20 million pulni ko'tarib bordim so'mda. Menga mana shu taxta bergin desam, agar menga bermaysiz, yo'q dedi. Faqat dollarni sotyapmiz dedi. Sen dollarni o'zing sanab olasanmi? Yo'q dedi, xo'jayin oladi dedi. Men aytdim, "Sen ehtiyot bo'lgin" dedi. Yani birov dollar bersa, dedim, dollarni sanab olib o'tirmaydi dedim. Tishdan ketibsan. Bu qonunni buzilishi deb aytsam, yo'q dedi. 1-20 kundan keyin keldi. Xo'jayin olib ketdi dedi. Pastavnoy odam kelgan, dollarga bir narsa so'm desa yo'q degan, dollarni bergan boshlagan, dollar olayotgan paytda ketdi. Shunda o'zi million dollarni ko'tarib yuring, million yevro yoki million Rossiya rublni ko'tarib yuring, sizga hech kim ishlasa demaydi. Lekin magazinga kirib bitta bir ruchka olayotgan paytda 1 dollar sarf qiling, o'sha joyda qo'lga tushadigan bo'lsangiz, qora bozorda rivojlantirganingiz uchun Jinoyat protsessual kodeks bo'yicha javobgarlikka tortilasiz. Faqat o'zbek so'mida ishlatamiz. O'zbekiston Respublikasida har qanday korxona hamma hisob-kitoblarni o'zbek so'mida qilishi kerak bo'ladi.